Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ertalabki nonushta uchun ham, kechki taom uchun ham juda ham mazali bo'lgan ismaloqli lavash tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi ismaloq bilan piyoz kerak bo'ladi. Piyozimizni mayda shaklda to'g'rab olib, qizib turgan yog'imizda qovurib olamiz. Ta'bga ko'ra tuz, murch, ziravorlar solib yaxshilab aralashtiramiz. Ismalog'imizni ham to'g'rab qovurilgan piyozimizni ustiga solib, ismalog'imizni ham qovurib olamiz birozgina. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar, juda ham mazali. Xamirimizning chekkasini suv bilan namlab olamiz, yaxshi yopishi uchun. Endi ichiga nachinkamizni solib, ikki buklab yaxshilab bosib chiqamiz chekkasini, qochirib ketmasligi uchun. Hamma xamirimizga shu tarzda solib chiqamiz. So'ng qizib turgan tovamizda ozroq yog'lab yuborib, osti-ustini qizartirib olamiz. Bu videoni ismaloqni yaxshi ko'radigan tanishingizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana ismaloqli lavashimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.